Sharq bilan g'arbni bog'laydigan qadim yo'llar bo'yida joylashgan tog' va daryolar bilan bezatilgan serquyosh Vyetnam yuragida bir mo'jizaviy shahar bor. Vyetnam davlatini Danang shahrida aynan Marmar tog'iga keldik. Bu yerda 10 dan ortiq g'orlar bor va biz ularni birma-bir ko'rishga harakat qilamiz. Shu bilan birga sizlarga ham ko'rsatishga imkon qadar ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana biz hozir Marmar g'orining eng oxirgi 10-g'origa yetib keldik va bu yerda ko'rib turganingizdek, o'sha ular juda ham e'tiqod bilan sig'ingan buddalardan biri va yana ahamiyat berishni xohladim. O'ngda yaxshilik ma'budi, chapda esa, ya'ni mendan chapda bu yomonlik ma'budi. Har qanday o'zlarini yomonlik hislatlarini aynan mana shu buddaga va yaxshilik, bundan yaxshilik olish maqsadida bu buddaga e'tiqod qilishadi.